2024-yil tugadi va Instagramda hamma yil sarhisobini joylashga tushdi. Ular qatorida men ham. Va odatda hamma faqat yaxshi narsalar haqida yozadi. Uy yoki mashina olgani, ota-onasini safarga jo'natgani, qimmatbaho narsalar xarid qilganini ko'rsatadi. Bularning hammasini ko'rgan odamda noto'g'ri tushuncha hosil bo'ladi. Ya'ni hammaning hayoti yaxshilanib boryapti, men bo'lsa hali ham hech narsaga erishmadim. Lekin men sizlarga bitta sir ochmoqchiman. Instagramda hamma hayotda faqat yaxshi tarafini ko'rsatadi va deyarli hech kim real hayotdagi muammolar haqida gapirmaydi. Hech kim boshlagan ishi yurishmasdan, ishini yopgani haqida, ijara haqqini to'lamagani uchun kvartiradan chiqarib yuborishgani haqida yoki oilaviy muammolar haqida yil sarhisobida aytib bermaydi. Lekin bunaqa muammolar hammaning hayotida bor. Chunki real hayot bu Instagramdagi chiroyli kartinka emas. Va Instagramda siz kuzatayotgan odamlarning hammasida shunga o'xshagan muammolar bor, shunchaki ular bu muammolarni sizlarga ko'rsatishmaydi. Lekin bu degani ularning hayoti siznikidan yaxshi degani emas. Va umuman olganda biz o'zimizni kimdir bilan solishtirishimiz o'zi noto'g'ri. Unda nima to'g'ri? O'zimizni boshqalar bilan kamroq solishtirib, ko'proq shukr qilish. Agar gaplarimga qo'shilsangiz, sizga savol. 2024-yil boshdan kechirgan eng katta qiyinchiligingiz nima bo'ldi? Javobingizni izohlarda kutaman. O'zi ham orzuyimdagi bo'lish bo'ldi.